Mirish imperiyasining poytaxti. Davlat boshqaruvining markazi. Uning madaniy yuragi hamda moliyaviy markazidir. Bir paytlar odamlar uni shunday atay boshlashdi. Dunyodagi eng gullab yashnagan shahar. Demak, bu yer Rayd ko'chasi. Xizmatchilar bu yerda mashhur qo'shiqchi bor deb aytishdi. Boramizmi? Men sizga hamroh bo'laman. Zoe'ga tug'ilgan qishlog'iga yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdim. Marhamat. Rahmat. U ishini yaxshi bajaradi va kichik narsalarga ham e'tibor beradi. U haqiqatan ham ulg'ayibdi. Atrofingda qancha ko'p iste'dodli odam bo'lsa, shuncha yaxshi. Ismi Alicha edi, shundaymi? Yomon emas. Alichan ovozini rivojlantirishi kerak, ammo u chin dildan kuylayotganini sezish mumkin. U juda chiroyli qiz. Nega bu yerda vaqtingni qo'shiq aytib o'tkazyapsan? Ha? Janob, iltimos to'xtang. Yo'ldan qoch. Bu bilan otangni qarzini to'lashga pul topa olmaysan. Tushundingmi? Lekin menda faqat shu bor. Ayol kishi qanday pul topishini eng yaxshi yo'l bilan tushuntirib beraymi? Hoy. Ustoz. Bizdan nima xohlaysan? Bor onangni ko'kragini yem. Imperiyaning qonuni 67-modda 2-bandga ko'ra bolalarga ota-onasining qarzini yuklash taqiqlanadi. Otasining qarzini unga to'latish, hatto bu uchun tanasini sotishga majburlash jinoyat deb hisoblanadi. Menga aql o'rgatma, haromi. Bu bola kim o'zi? Yana davom etmoqchimisan? Buni unutmayman. Agar ular yana kelsa, meni chaqirgin. Qani bir ko'ringchi. Shahzoda. Qo'shiqlarni juda yaxshi aytar ekansan. Biroq yashash xarajating qancha? Bilasizmi? Onamning davolanishi ham bor. Shuning uchun. Qara, shuncha beraman. Faqat siz menga kuylab qo'shiq aytib berasiz. Keyinchalik maoshingni oshiraman. Katta rahmat. Endi iltimos, oxirgi gapimni ham eshit. 내가 시카르게 세 그들 제기는 miss Empire's honor Not too many systems they could do the net Imagine no sense we can that better joke and Go on many
線ものすべても滑る危険なのかしらもこのために揺るがぬものさし知らば正義の求めやすも便利は Get through a crisis Happy color paranoia 飛び出そうのさ Full justice Free some lost my from fear from now on I decided to save the world 記憶をたどった知恵なしぼCreating a best for everyone But this time I won't fail Cause I don't know our future So I fell to what I can気づきを信じた続けて何も始まらない I'm gonna try perfect Chaos Chaos Break off Chaos Ikkinchi qism. Qo'shiqchi qizning tug'ilishi. Xush kelibsiz. Ular kim? O'zlarini qarz beruvchilar deb tanishtirishdi. Ha, o'sha odamlarmi? Ular sizdan uzr so'ramoqchi ekanligini aytishdi. Va nihoyat kim ekanligimni bilishibdi. Ular ketishsin. Shahzodaning hozir vaqti yo'q ekanligini ayt. Tushunarli. Yaxshi bajaryapsan. Henry aka, bunday odamlarni o'ylamasdan qabul qilish qirollikning sha'ni va sani martabangni tushiradi. Bu ham to'g'ri, ammo lekin bir sabab bor edi. Ha, iltimos ichkarida gaplashaylik. Sen qo'shiqchiga yordam bermoqchimisan? Ha, shuning uchun ham ulardan jahlim chiqib turgandek ko'rindim. Shunda meni ular boshqa bezovta qilishmaydi. Uning qo'shiq aytishi shunchalik yaxshimi? Iltimos uni mendan so'ramang. Bunga qaramay, yoshingga qaraganda bunchalik uzoqni ko'rishing tahsinga loyiq. Frank va Gary sani yoshingda, lekin bunday o'ylashmaydi. Shunaqami? Baribir hammangiz bolalarsiz. Ayniqsa Gary. Qancha ta'lim bersak ham hali ham odobni o'rgana olmadi. Tez orada o'rganib oladi. Ular akalarim bo'lsa ham, onalarimiz boshqa. Ammo Henry bilan Garyning onasi bir bo'lgani uchun ularning orasida yomon rishtalar bor, mening o'ylashimcha. Xullas, sehrli qilich haqida gaplashsak, ko'rinishidan uni boshqarishni o'rganibsan. Sizning sharofatingiz bilan aka, siz haqsiz, lekin uning o'z irodasi bor ekan. Uni qanday qilib olib yurasan? Senga bu juda katta emasmi? Aslida siz o'ylagandek emas. Buni qayerdan chiqarib olding? Yengim ichida yashiringan edi. Mana shunday. Buni menga qilishning o'zi o'rgatdi. Bu misli ko'rilmagan holat. Bu narsa 200 yil davomida milliy xazina sifatida saqlangan. Hatto undan oldin ishlatgan odamlar ham bunday narsa haqida bilmagan. Sen haqiqatan ham hayratda qoldirding. Shularmi? Ha, shular. Endi chidab bo'lmaydi. Bizni mensiman yuravermi, haromi bola. Bas qil ahmoq. Nima qilayotganingni bilasanmi? Qachon bo'lsa ham seni o'ldiraman la'nati. Ahmoq, boshingni egib uzr so'ra. Bu safar yana nima qilding? Faqatgina uni kuchidan ozgina chiqardim va ularni qo'rqitish uchun ishlatdim. Sen uni butunlay bo'ysuntiribsan-ku. Xush kelibsiz, shahzoda. Taklifingiz uchun rahmat, Raydok. Bu oqshom maroqli o'tsa kerak. Bu 13-shahzodami? Shuncha yosh bo'lsa ham juda salobatli ekan. Haqiqatdan ham Hazrat Oliylarning o'g'li. Gapirishi mumkinmi? Oliy hazrat, yoningizdagi nima?
boshqa buni aytyapsizmi? Liyoq shahzodasining sovg'asi, nomi Liviant. Milliy xazina Liyoq shahzodasining shaxsan sovg'asimi? Aytgancha, 13-shahzodaning mulki Almeriyada edi. Demak bu bog'liqlik shunday ekan. Ha, balki bu shunchaki o'yinchoqdir. To'xta. Meni haqoratlagani uchun jahling chiqib ketdimi? Sadoqatingni qadrlayman, ammo bu haddan oshdi. Juda ham zo'r, Oliy Hazrat. Bu yerda bo'lganlarning barchasi bir lahzada o'limni his qildi. Milliy xazinaning kuchi mana shunday. Va Oliy Hazrat bu dahshatli kuchni boshqara oldilar. Rostdan ham. Oliy Hazratning bitta so'zi hayotimizni saqlab qoldi. Bu haqiqiy Liviant ekan. Bu juda ham ajoyib, 13-shahzoda. Bu odam bilan nima qilamiz? Uni qo'yib yuboring. Baribir endi boradigan joyi qolmadi. Tanishganimdan xursandman, Oliy Hazrat. Oliy Hazrat, ha. Men savdogar, Lennis Rulsman. Bizga shunday sharaf berganingiz uchun cheksiz minnatdorman. Albatta. Men Bayron Alan kompaniyasining rahbariman. Siz bilan yuzma-yuz turishdan nihoyat mamnunman. Men uning qizi, Cindy Alan. Tushundim. Qizingiz asrab olinganmi? Siz buni qayerdan bildingiz? Buni ko'rganimdayoq bildim. Alan, siz ikkinchi yoki uchinchi avlodsiz, shundaymi? Ha, shunday. Sizning yuzingiz tug'ma-zodagonnikidek. Ammo qizingizda bu narsa yo'q. Voy, naqadar o'tkir nigoh. Qolaversa, qulni qiz qilib olgansiz. Buni ham bilib oldingizmi? U hayajonlangani sari menga g'alati nazar bilan qarayapti. Bu qarash faqat qul bo'lgan odamga xos. To'g'ri aytyapsiz. Dastlab uni qul sifatida sotib olgan edim. Lekin u juda tez o'rganadi. Shuning uchun uni asrab qizim sifatida tarbiyalayapman. Juda yaxshi. Men bunday hikoyalarni yoqtiraman. Bir kun sizlarni o'z saroyimga taklif qilaman. U haqida ko'proq eshitgim kelyapti. Albatta, mamnuniyat bilan qabul qilaman. Unday bo'lsa, marhamat. U qachon ketish kerakligini ham biladi. Aqlli odam ekan. Agar biroz qolganida ortiqcha hasad uyg'otardi. U shahzoda tomonidan birinchi bo'lib tan olingan. Unga juda ham havas qilaman. Uning haqiqiy qizi emasligini yana bir sabab bilan bildim. Ha? Mana shuning uchun men qilich bilan tahdid qilganimda, u Bayronni himoya qildi. U yoshdagi qizni odatda o'zini himoya qilishi kerak. To'g'ri. Buni boshidanoq payqaganingiz juda ham hayratlanarli. Bugun sizdan yanada ko'proq taassurot oldim, Oliy Hazrat. Nuh, senmisan? Oskar aka, bu yerda nima qilyapsan? Shunchaki sayr qilib yuribman. Aravasizmi? Sen doim qiziq bola bo'lgansan, Nuh. Aytgancha, agar ishing bo'lmasa, men bilan xazina izlashga chiqasanmi? Demak, siz Cobalt ko'chasini nazarda tutdingiz, to'g'rimi? Ha, bu yerda ilgari bo'lganmisan? Yo'q, faqat eshitganman. Bu yerda imperiyaning turli burchaklaridan kelgan qadimiy buyumlar bor deyishadi. Albatta, soxtalar ham ko'p. Ularning orasidan haqiqiy xazinani topish har bir zodagonning qo'lidan kelishi kerak. Xo'sh, bugun omadimiz kelmadi. Ertaga davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi.
Bu qancha reyan? 3 reyan. Nima bo'ldi? Arzon narsa topdingmi? Yo'q, shunchaki qiziq tuyuldi. Bu aniq bilaman. Bu afsonaviy sehrgar Adrianning grimaridir. Ustiga ustak asl nusxasi. Bu haqiqiy xazina. Ichidagi narsalarga qarab 1000 reyangacha baholanadi. Aql bovar qilmaydi. Buni qanday bilding? Men bilmagandim. Ammo unga tegishim bilan shamol ko'rsatkichlarim plyusga oshdi. Faqat shuning uchun sotib oldim. Lyus. Nuh. Faqat o'z irodasiga ega mavjudotlargina ko'rsatkichlarini oshira oladi. Demak, buning ichida bu nima? Bu sehrgarning ruhi muhrlangan haqiqiy kitobmi? Bu yerdan qoch, Nuh. Bu shamolni egallagan buyuk sehrgarning qasoskor ruhi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. To'xta, senga hech narsa qilmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Men zarbani yuqoriga yo'naltirib yubordim. U buni bir zumda anglab yetdimi? U qanchadan beri bunchalik kuchli bo'lib qoldi? Kechirasiz. Siz kimsiz? Men bu ko'chaning qadimiy buyumlar do'konini yuritaman. Ismim Alan Bardisli. Oliy hazratning bu ajoyib ishini ko'rib, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir buyumim bor. Bu ham xazinami? Umid qilamanki, shunday. Mana. Aytishlaricha, bu uzuk haqiqiy egasi paydo bo'lgandagina o'z qiyofasini ko'rsatar ekan. Uni ko'p odamlarga ko'rsatdim, ammo hech qachon javob bermadi. Unda bu axlat-ku. Men ham shunday deb o'ylab, bir necha marta tashlab yubormoqchi bo'ldim, ammo u doim qaytib keladi. Qaytib keladimi? Ha, bilmasdan qarasam yana do'konimda turgan bo'ladi. Shuning uchun unda biror nima borligiga ishonaman. Qiziqarli ekan. Sinab ko'rsang bo'ladi, Nuh. Agar shunday desangiz xo'p bo'ladi. レベル限界確認。 Ovoz. レア度 SSS。新たな持ち主と承認。鎧か。Bu uning asl qiyofasimi? Bu zirhmi? Ko'rsatkichlarning negadir o'zgarish yo'q. Bu grimoire yoki Levant kabi mavjudot emas. Ammo ko'p foydasi bor shekilli. Alan, men buni olaman. Pulini keyin bersam bo'ladimi? Yo'q, bunisini men to'layman. Aka, buni mendan sovg'a deb qabul qil. Avval sehrli qilich, endi sehrli zirhmi? Senda haqiqatdan ham nimadir boshqacha. Uyingga kuzatib qo'yishimni xohlamaysanmi? Yo'q, meni kutishyapti. Bugungi kun uchun rahmat. O'l haromi bo'la. Ustoz! Qo'y, nima qilyapsan? Qo'yib yubor, la'nati. Yana senmi? Hech qachon taslim bo'lmaysan shekilli. Yaxshimisiz? Ha, Nuh, bu nima edi? Men siz sovg'a qilgan buyumni Levant bilan bog'ladim. Bu dushman ekanligini bilib, avtomatik ravishda himoyaga o'tdi. Avtomatik himoya?
Sen allaqachon buni egalladingmi? Aql bovar qilmaydi. Menga hujum qilgani uchun o'sha odam ham jazolanadi. Keyin unga aytaman, shunda u xavotir olmaydi. Hey, juda chiroyli kuylading. Senga ham ichimlik quyib beraymi? Kechirasiz, lekin men... Chetda tur. Bu qizni men birinchi ko'rdim. Hey, og'riyapti-ku. Urushmoqchimisan? Ha, ahmoq. Bizni kechiring. Qanday ajoyib qilichbozlik. Ahmoq bu shahzodalardan biri-ku. Kechirasiz, Oliy Hazrat. Bu joy egasi sizmisiz? Bunday odamlarni endi bu yerga kiritmang. Ammo shunday mijozlar ishimni yuritib turishadi. Biznesim uchun men... Xo'p, tushundim. Unda do'koningizni sotib olaman. Oliy Hazrat. Zoyi. Xastos. Mana 1000 riyan. Shu yetadimi? Ha, katta rahmat. Sizdan minnatdorman, Oliy Hazrat. Oliy Hazrat. Men siz qilgan yaxshiliklar uchun qanday minnatdorchilik bildirishni bilmayman. Shunchaki kuyla. Men sendan istaganim faqatgina kuylashing. Faqat kuylashni davom etsang bas. Qo'shig'imni shunchalik yoqtirasizmi? Ha, men senda qobiliyatni ko'ryapman. Bir kun imperator ham senda eshitishini istayman. O'sha kungacha kuyla. Albatta.俺の目に狂いはなかった。これこそが本物の宝。